Surxondaryo viloyatida jamoat xavfsizligiga tahdid solayotgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Aniqlanishicha, Denov tumanida yashovchi 6 nafar shaxs Telegram messenjeri orqali guruh tuzib, ko'cha bezorligi bilan shug'ullangan va ayrim fuqarolarga nisbatan jismoniy bosim o'tkazib kelgan. Holatning to'liq tafsilotlari muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva reportajda. Mamlakatimizda kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish, huquqbuzarlikni barvaqt oldini olish, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida viloyat miqyosida tezkor qidiruv va profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Jumladan, Telegram messenjerida Alfa nomli guruh ochib o'zlarini shu nomda atab kelgan Denov tumanida yashovchi, sportning turli yo'nalishlari bilan shug'ullanib, ko'cha yechimlariga aralashgan 6 nafar jinoiy guruh a'zolarining noqonuniy faoliyatlariga chek qo'yildi. Jinoiy guruh joriy yilning 6-yanvar kuni soat 20:50 larda o'zaro bir guruhga birlashib, Skoda hamda Kia avtomashinalar o'rtasida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasida o'zlarining tanishlari Skoda avtomashinasini boshqarganligi sababli uning sog'lig'idan xabarlashish hamda u bilan to'qnashgan Kia avtomashinasini boshqargan shaxsga jismoniy bosim o'tkazish maqsadida Denov tumani tez tibbiy yordam ko'rsatish bo'limiga kirib, sababsiz janjal ko'tarishgan va janjallari sababli muassasa ma'muriyati tomonidan ulardan shifoxona hududida tartibni saqlashlarini talab qilgan. Guruh tomonidan ogohlantirish ishlariga qaramay faol qarshilik ko'rsatilgan. Jamoat tartibini qasddan mensimasdan shifoxonada bo'lgan bemor va shifokorlarni tinchligini buzib, shov-shuv ko'tarib, shu manzilda faoliyat yurituvchi shifokorning yuz qismiga qasddan urib, qorin qismiga tepib tan jarohati yetkazishgan. Shuningdek, ushbu shaxslar hududiy profilaktika inspektorining qonuniy talablarini bajarmasdan uni turli so'zlar bilan haqorat qilib, jinoiy harakatlarni davom ettirishgan. Gumonlanuvchilar ushlanib, ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda guruhning qolgan bir nafar a'zosini tergovga ta'minlash choralari ko'rilmoqda. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Imatlayev, Surxondaryodan.